Assalomu alaykum. Efirda xabarlarning kechki soni va uni sizlar bilan men Humaton Nurmatova tanishtiraman. Avval bugungi dasturdan qisqacha. Ota-onasini qarovsiz qoldirganlar jazoga tortilishi mumkin. Taklif Jo'g'org'i kengashda muhokamada. Endi yo'lovchi va yuk tashigan mashinalar majburiy ravishda sug'urta qilinadi. Qoidalari qanday? Tarkibida simov bo'lgan mahsulotlarni olib kirishda nazorat qilinishi zarur. Bu bilan ekologiya xavfsizligi saqlanadimi? Mustaqillikdan keyingi birinchi inqilobga 13 yil, xalqning muddaosi bajarildimi? Jaloloboddagi sayilgoh qarovsiz qoldi. Rekonstruksiya ishlari qachon bitadi? Ota-onasini qarovsiz qoldirgan qirg'izistonliklar ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Qonun loyihasi Jo'g'org'i kengashining deputati Tazabek Ikramov taklif qildi. Unga ko'ra, voyaga yetgan fuqarolar biror bir sababsiz ota-onasini qariyalar uyiga tashlab ketsa, 2,5 oygacha qamoq jazosiga tortilishi mumkin. Bundan tashqari 180 ming so'mdan 220 ming so'mgacha jarima qaralgan. Konstitutsiyaga ko'ra kattalarni hurmat qilish va yaqinlarga g'amxo'rlik qilish har bir fuqaroning vazifasi, deydi deputat. Qonun loyihasi qo'llov topsa, u 2019-yilning 1-yanvaridan kuchga kiradi. Avtomashinalar endi majburiy sug'urta qilinadi. Sug'urtalashga 1-aprelgacha vaqt berilib, bu orada qarorni bajarmagan haydovchilar jazoga tortiladi. Bu majburiyat ko'proq yo'lovchi tashuvchi va yuk mashinalariga qo'yiladi. Majburiy sug'urta haqidagi qonun 2008-yili chiqib, uni amalga oshirishni hukumat joriy yilda qo'lga oldi. Sug'urta qilish qoidalari va majburiyatlari haqida muxbirimiz batafsil tushuntiradi. Avtomashinalarni sug'urta qilish borasida hukumat tomonidan qaror qabul qilindi. Hujjat joriy yilning 1-aprelida kuchga kiradi. O'shanda birinchilardan bo'lib yengil avtomashinalar, yo'lovchi tashigan avtobuslar va yuk tashuvchi mashinalar sug'urta qilinishi kerak. Esli qo'qis o'shol polis algandan keyin qirsiq bo'la turgan bo'lsa, mana bu marshrutkalarning ichindagi jabirqagan jarandarimizga o'shol aqchalar to'lanib beriladi. Buni misal uchun qirsiqtab o'lib qolgan turgan bo'lsa 300 ming so'm, ondan keyin janag'i bagajı bo'lsa, janag'i bo'lsa 10 ming so'm bo'ldi. O'sha счет o'shol 310 ming so'm aqcha to'lanib beriladi. Sug'urta narxi yengil avtomashinalarga 546 so'm, aholi tashiydigan kichik avtobuslarga esa o'rtacha 2048 so'm deya belgilandi. To'lov o'rindiqlar soniga qarab ortishi mumkin. Yuk tashiydigan mashinalarning har biri bilan alohida shartnoma tuziladi. Sug'urta narxi ularga qancha yuk sig'ishi bilan o'lchanadi. Hozirda haydovchilar sug'urta qilish tartibi bilan tanishtirilmoqda. Uni bajarmaganlar ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Bu to'xtam 2018-yilning 1-aprelidan tartib kuchga kiradi. Boshqacha aytganda 2018-yilning 1-aprelidan tartib o'shol qamsыздандыруу polisi yo'q жүргүнчү жана коркунучтуу жүктөр ташуучу айдоочуларга ошол административ кодекс негизинде айыптар салынып баштайт. Айдоочулар иштешсе биз эмне кылабыз? Siz qorg'oysiz kelib. Avtomashinalarni sug'urta qilish haydovchilarga ixtiyoriga qarab ikkiga bo'linadi. Birinchisida halokatga uchrasa faqat yo'lovchilarga tovon puli beriladi. Ikkinchisida esa yo'lovchilar bilan birga o'sha mashina uchun ham mablag' ajratiladi. Biroq bunday holda to'lov 2 barobar oshadi. Ular keldi. Negizden vaqt negizden tuzib qo'yganga bor. Ana nemi shtraf salmay bizning o'shol yo'l qo'psizligini qamsыздоо bölümünün xizmatkerlerine yüktölgön. Бұл жағынан техникадағы қаралған емес, техника отдельный деп атады. А ошоны общийле bir тариф қылып қойса, ошоға bir төлеп қойса, ошол жақсы емес беле. Ошондо дагы машинасында дагы төлеп берсе, адамдарында дагы ичиндеги эмеге дагы төлеп берсе, ого мен макул элем. А бул жагы жок, вообще қаралған емес. Ол отдельный дейт. Ар бир айда канча дейт? Ар бир айда 650 сомдон дейт. А бул деген нерсе 12 айда 6000 канча төлөш керек экен bir эмеге, машинага. Bu degende to'g'ri emas-da. O'sh oblasida 18 ta sug'urta kompaniyasi bor. Davlat sug'urta kompaniyasining shartlariga norozi bo'lganlar xususiy kompaniyalarga ham ishonishmayapti. Sababi xususiy kompaniyalar tugatilsa, unda to'langan mablag'lar havoga uchadi degan xavf bor. Hilola Ashurova, Marat Akibek o'g'li, Nursulton Abdukerim o'g'li, Intimoq.
Tarkibida simob bo'lgan tovarlarni olib kirishni izga solish qonunga o'zgartirishlar kiritilmoqda. Buni ayrim xalq vakillari ko'targan. Muhokamada simob qo'shilgan buyumlarni qaytadan ishlab chiqarishga berish va olib kirishda soliqni ko'tarish kabi bir necha moddalar o'zgartirilgan. Hozirda joylarda jamoatchilik muhokamalari bormoqda. Asosiy maqsadi davlat sotib olishlarda ekologiya xavfsizligini ta'minlash bilan fuqarolar sog'ligini himoya qilish. Simob qo'shilgan mahsulotlarni olib kirishni izga solishga yo'naltirilgan qonun loyihasini ishlab chiqish tashabbusi bilan chiqqan deputatlarning boshida Mirlan Bakirov bor. Xalq vakilining so'zlariga ko'ra, tarkibida simob bor bo'lgan buyumlar Qirg'izistonga yiliga 15 million dona yoki 130 ming tonna import qilinadi. Shu sababli qonunga o'zgartirishlar kiritish bilan kimyoviy tomondan zaharli moddalarni qayta ishlatish kerakligini deputatlar ta'kidlashmoqda. Bugun bo'lsa, kelajakda o'shol bir qanday bir ziyon olib kelishi mumkin. Buni adistler bizga tak aniqlab berib жатат. Simob qayra ishlatuvchi, simob өндүрүүчү bizde Qaydarken заводу бар. Атайын, мына иштеп келген сайыз убагында бүгүнкү күнү иштебей турат. Biz ушул импорт алып жаткан буюмдарга кошумча мындай төлөм киргизүү менен ошону кайра иштетүү процедурасын жолго салсак деген маселени көтөрүп атабыз. Taklif qilinayotgan qonun loyihasi simob qo'shilgan buyumlarni qisqartirishni ko'zda tutgan. Bosh maqsadi tabiat va inson sog'lig'iga zarar kelishini oldini olishdan iboratdir. Shu sababli jamoat muhokamasiga olib chiqilayotgan qonun loyihasi nodavlat tashkilotlar qo'llashmoqda. Ular simob qo'shilgan buyumlardan tajriba tarzida bir qancha kasalxonalarda foydalanishgan. Больница болгон. Ошо больницадан биз 1300 баягы сымап камтыган термометрлерди чогултуп Qaydarken комбинатында утилизация болду. Бул баягы келишим биздин баягы Ден соолук министрлиги менен Qaydarken комбинатынын келишиминин алкагында утилизация болду. Ал больницаларга болсо биз долбоордун алкагында 3000 электрондук термометрлерди сатып алып бердик. Agar qonun loyihasi qo'llovga olinsa, tarkibida simob bor buyumlar qayta ishlatiladi. Buning uchun esa import qilinayotgan mahsulotlarga qo'shimcha narx qo'shiladi. Undan tushgan mablag' o'lkadagi simob kombinatlarini qayta ishlatishga sarflanadi. Азыр жанакы абдан көбөйүп кетти дачы. Люминесцентный лампаларды колдонгон көбөйүп кеткен боюнча жанакындай экологдор ушул вопросту көтөрүп атат. To'liqlashlar va o'zgartirishlar kiritilgan qonun loyihasi bungacha Bishkekda jamoat muhokamasiga olib chiqilgan. Ayni vaqtda O'sh oblastida tegishli muassasa mutaxassislari, nodavlat tashkilot vakillari va tahlilchilar bilan birga muhokama qilinmoqda. Natijasi chiqqandan keyin Jog'orka kengash qaroviga jo'natiladi. Mustaqillik tarixida birinchi xalq inqilobiga 13 yil bo'ldi. Aqayevning oilaviy boshqaruviga norozi bo'lgan xalq 2005-yilning mart oyida ko'tarilgan. Tarixda Lola Qizg'aldoq inqilobi 24-martda o'z maqsadiga yetib, davlatni 15 yildan ortiq boshqargan Asqar Aqayev kuch bilan qulatildi. Natijada u o'z yurtini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Keyingi voqealar davlat tepasiga kelgan prezidentlarning bajargan ishlari natija berdimi? Muxbirimiz bayon qiladi. To'ng'ich prezident Asqar Aqayev 15 yil avval o'lkani iqtisodiy tomondan jar yoqasiga olib kelib, Sovet ittifoqidan qolgan zavod-fabrikalarni buzib sotish bilan xotirada qoldi deb aytiladi. Shu bilan cheklanmasdan davlat boshqaruviga oilasini aralashtirib, xalq boyligini xorijga tashib chiqqanini ham aholi noroziligini yaratgan. O'lkadagi adolatsizlikka chiday olmagan qirg'izistonliklar o'zlarining siyosiy erkini ko'rsatib, Aqayevni taxtdan qulatish bilan birga yangi hukumatdan katta umid qilishgan. Biz eng birinchi mына саясий жагынан дагы, экономикалык багытта дагы сөзсүз түрдө атаандаштыкты орнотолду дегенбиз да. Монополия болбош керек бийликке дагы, саясатка дагы, экономикада дагы. Мисалы, бул жерде баардыгы эле баягы мындай киреше бере турган булактардын баарын басып алышпады. Кайдагы атаандаштык болмок эле. 24-martdagi shiorlar hali hech kimning esidan chiqmasdan Bakiyev yaqinlari katta lavozimlarni egallay boshladilar. Inqilob faollarining talablari ortga surilib, birinchi kundan boshlab poraxo'rlik avj oldi deydi Lola Qizg'aldoq inqilobining faollaridan biri Tursunbek Aqun. Shuning uchun umidlari puchga chiqqan xalq 2010-yili 7-aprelda yana qonli inqilobga sababchi bo'lishdi. Бирок айланасында инилери, балдары, туугандары курчап кетип анан бөлүнүп калды. Анан айланасында жанагы Данияр Үсөнов сыяктууларды алып алды, бүт коррупцияга берилип, элге каршы адамдарды. Анан ошолор башына тийди да.
Bakiyev hukumatga kelgandan keyin ishlab chiqarish tarmog'ida muvaffaqiyatli ishlar amalga oshirilib, 30 ga yaqin kichik va o'rta korxonalar ochilgan. 2005-yilgacha davlat g'aznasi $450 million tashkil etsa, 2010-yilgacha bu ko'rsatkich 4 hissa ortgan. Bundan tashqari mamlakatda birinchi marotaba partiya tizimida saylovlar o'tkazilib, unda yoshlar va ayollar uchun kvotalar ajratish taklifi ko'tarilgan. 2005-yılın 24 martındагы revolyutsiya бұл bir top progressivdүү болгондугу. Ал эми эгер андан кийин болгон ал режимди кетирген кийинки революция алардан мыкты болсо, анда булар туура кылган экен, булар өз максатына жетти деп айтсак болот. Тескерисинче бүгүнкү жыйынтыктарды көрүп атасыз. 2005-yildan keyin hukumat opponentlari axborot urushida mag'lub bo'lgan. Sababi hukumat tomonidan olib borilgan samarali ishlar haqida xalq bexabar qolgan. Tahlilchilar esa inqilobdagi talablar deyarli ko'p qismi bajarilmasdan bir qator xatoliklarga yo'l qo'yilgan deyshadi. Эми революцияда болгон урандардын бардыгын бир да революция дүйнөдөгү аткара элек. Бирок ошонун жок дегенде бир 20% аткарылса, анда 2010-жылы революция кайталанбайт эле. Demokratiya orolchasiga aylangan davlatda hamisha so'z erkinligi va inson huquqlari baland turadi. Buni qirg'izistonliklar 2 karra isbotlab avtoritar tizimni bartaraf qilishdi. Shu sababli 24-mart dastlabki inqilobga yo'l ochgan sana qatori tarix varaqlarida saqlanib qoladi. Jalolobod shahrining Barpi Sayil ko'chasidagi alleyaning rekonstruksiyasi 3 yildan beri bitmayapti. Qurilish ishlari bo'lgan yerning 30% ga yaqini chiqindiga to'lib buzila boshlagan. Qurilishi kechikib bitmay turib buzila boshlagan alleya turg'unlarning noroziligiga sabab bo'lmoqda. Bu yer qachon bitiriladi va nima sababdan kechikmoqda? Navbatdagi lavhada tanishasiz. Jalolobod shahrini Barpi ko'chasidagi alleyani yangilash uchun shahar g'aznasidan 3 million so'm ajratilib, 2017-yili bitkazilishi rejalashtirilgan. Biroq qurilish oxiriga yetmasdan yangilangan joylar esa yaroqsiz holga kela boshladi. Alleyani rekonstruksiya qilish ishlari Barpi Alukulovning 130 yilligi munosabati bilan 2016-yili boshlangan. Tender kuzda tashkil etilib, sovuq sababli ishlar 2017-yilning bahoriga qoldirilgan. Kun isiganda ish boshlanib, 30% bajarilgani bo'yicha turibdi. Ушуну көрүп мен пишерде жашоочу катарында зээним кейип турат да. Муну ушунча акча короткондон кийин муну аягына чыгарып ишке беришип, ошол өзүнө бөлүнгөн акчаны өзүнө эле жумшап, шаарыбызга жакшы кызмат кылып койса болушмак экен. Баары айтып атат, бул анан тандыр курулган чоподон эле болгон. Бул дейт, самопал дейт. Действительно курулган болгондо мындай болуп көчүшпөйт эле дейт. Бүтүп калса эң жакшы болот эле, баарыбызга шаарыбыздын көркү ачылат эле да. Кылган адамдарга деле жакшы болот эле балам. Сүйнөт элек эмне жакшынакай болуп элдер нары өтүп, бери өтүп отурат эле, ана скамейкалар краскалап, жыгаштарын коюп койсо эң сонунда. Qurilishning umumiy smeta narxi 6 million 200 ming so'mni tashkil etgan. Unda 4 million so'm 2016-yili shahar g'aznasidan ajratilgan. Yil so'ngiga kelganda mablag' ajratish keyingi yilga qoldirilgan. 2017-yil esa deputatlar bir fikrga kela olmaganligi sababli byudjet qabul qilish ortga surildi. Endi joriy yilning yozida bitkaziladi deya tegishli tomonlar ishontirmoqda. Технадзорго тиги подрядчиктер бетон менен кумдун, шагылдын качествосы боюнча өзүнчө лаборатория бар бул жерде. Ошону тапшырышат технадзорлоргочу. Биз ошол аркылуу принимать этип алабыз. Анан ал жерде сындырып, башка кылган, же болбосо бүтпөй калган немелердин баарын ошол подрядчик жооп берет. Биз суроону коебуз, Кудай буйрса. Alliya 60 sotixdan iborat bo'lib 1997-yili tashkil etilgan. Undan beri hech qanday ta'mirlash ishlari olib borilmagan. Bu yili to'liq bitkazilishi uchun Jalolobod meriyasi g'aznasidan 1 million 300 ming so'm ajratilgan. Shu bilan birga tenderda ko'rsatilgan 5 million 200 ming so'm to'liq ajratildi. Акча каражаты толук кандуу чечилбей калганын себеби быйыл бюджеттен калган керектөлүүчү акча каражатын карап беришти. Ал эми мына ошо июль айларына biz толугу менен курулуш иштери бүтөт. Ayni vaqtda alleyada 1,5 million so'mlik ish qilingan. U ishning 30%ni tashkil etadi. Tegishli xizmat so'zlariga ko'ra, shu yili yozda o'tirgichlar qurilib, aylanaga yoritgichlar o'rnatiladi va sun'iy gazollar yotkiziladi.
Ommaviy axborot vositalarida, internet sahifalarida fuqarolarning or-nomusi va sha'niga dog' tushiruvchi ma'lumotlar tarqatgan odam qonun asosida javob berishi mumkin. Bu bo'yicha tegishli qonun loyihasi hozir jamoatchilik tingloviga qo'yilgan. Bugun muhokama O'shda bo'lib o'tdi. Shu va boshqa xabarlar bilan qisqacha tanishib oling. Fuqaroviy kodeksga kiritilgan o'zgartirishlar bugun O'sh shahrida muhokama qilindi. Kodeksda axborot manbalari va internetda obro'siga putur yetkazgan ma'lumotlar tarqalsa, unda o'zini huquqini himoya qilishga va ularni sud organlariga o'tkazib berish kerakligi yozilgan. Muhokamada bu takliflarni siyosiy partiya vakillari, jurnalistlar, huquqni himoya qilish organlari ko'rib chiqishdi va o'zlarini takliflarini Jo'g'org'i Kengashga yo'llashdi. Qirg'iz Respublikасының ар бир жараны өз пикирин билдирүүгө жана ар түрдүү мыйзамдарга өз пикирин айтууга укугу бар. Бул мыйзам долбоору негизинен азыркы биздеги иштеп жаткан жарандык кодекске өзгөртүүлөрдү сунушталып жатат. Албетте ал жерде тактап айта турган болсок, биринчи кезекте жарандын же болбосо ишкананын материалдык эмес баалуулуктары, тактап айтканда ар-намысына, анын аброюна жана ишкердик беделине шек келтирүүчү ушак айымдар же болбосо жалган маалыматтар таркатылган болсо, алар кантип сотто каралыш керек жана аларды төгүндө эгерде жалган болсо кандай тартипте каралыш керек, ошол жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Дастан Бекешевдин сунушу болуп атат. Juma namoziga yig'ilgan aholi orasida sil kasalligini oldini olish bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. O'sh shahridagi Sulaymon tog' masjidiga kelgan minglab fuqarolarga mazkur kasallik alomatlari va natijalari, bemor odamga shariatda qanday munosabatda bo'lish bo'yicha aytildi. Tadbir O'sh shahar qoziyati va oblastda silga qarshi markaz bilan yuqumli kasallikni oldini olish maqsadida uyushtirilgan. Xuddi shunday tushuntirish ishlari shahardagi boshqa masjidlarda ham o'tkazilmoqda. Aslında 5 milleti var. Oşol milletlerden biri bu. Onun tepesi olup kalsa var. Andan kavar almışlar gerek. Qizilqiya shahrida kam ta'minlangan oilalarga uylar qurila boshladi. U 5 ta korpusdan iborat bo'lib, har birida 5 tadan xona bor. Unga jami 100 million so'm atrofida mablag' sarflanib, u xususiy tomonlar yordamida amalga oshirilmoqda. Qurilish anjomlari va ishchilar ovqatda mahalliy hukumat tomonidan ajratiladi. Joriy yilda 5 korpusning bittasi bitirilishi rejalashtirilmoqda. Ayni damda Qizilqiya shahrida umumiy 2598 ta kam ta'minlangan oila bor. U esa shahar aholisining 24% tashkil qiladi. Komissiyanın çeçimi bilen az kamsız bolgan uy бүлөлөргө ордер менен берилет. Ошол ордер менен берилет. Балким ошол ордер менен алган uy бүлө келечекте планын өзгөртүп, турмушу жакшырып, башка жакка көчүп кете турган болсо, ордуна кайрадан жанагы тизмеде каралган жаран келип жашай турган бир муниципалдык квартира болуп калат. Navro'z kuni Batkenda yo'qolgan 4 nafar bolaning barchasi topildi. Ularni bugun 23-mart tushdan keyin Qadamjoyning Xalmiyon bozoridan Batken shahar ichki ishlar boshqarmasining xodimlari topishgan. Bolalar birgalikda Bishkekka borishni ko'zlashgan. Hozirda ularning ota-onasi orasida tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Eslatib o'tsak, 21-mart kuni Batken viloyati va shahridan 11, 12, 16 va 11 yoshdagi o'smirlar bayramga chiqqan bo'yicha bedarak yo'qolgan edi. 2 kun жолдордо ойноп, жолдун четинде от жагышып, түнү менен уктабай жүрүштүлөр. O'shning Ishkavon qishlog'idagi 600 oila berilgan 2 sotixdan ulush yerlaridan mahrum bo'lishdi. Bu haqda yer egalari bildirishdi. Ularning aytishicha, yer uchastkasining yonidagi 6 gektar maydondagi garajni sotib olgan Qatcha Bo'ribayeva noqonuniy hujjat to'g'irlab, ularning ulush yerini ham qo'shib olgan. Bu ma'lumotda qay darajada haqiqat bor, muxbirimiz o'rganib ko'rgan. 1994-yil Ishkavonning 600 ga yaqin oilasiga 2 sotixdan yer ulushi berilgan. Yer qayroq bo'lgani sababli u yerga ekin ekishmasdan faqat hayvonlar uchun yem-xashak qatori foydalanib kelishgan.
Biroq joriy yil ularning ulush yerlariga mana bunday qilib begona kishilar uy sola boshlashibdi. Surishtiruvlarga ko'ra yerning o'rtasidagi 6 gektar maydonni garaj egasi Qachchi Bo'ribayeva sota boshlagan. U yerdagi ulush yerlarni 2001-yili o'zining nomiga noqonuniy o'tkazib olgani aytilmoqda. Garaj buna yer. Ablo to'dun tüyünü satkan bol. 19 gektar yerdi satı 30 sotuk yerdi hazır. Bizge özüzün qarapayım elgele qaytala özüzün yerini satып атат. Арендада иштеткен. Коллегалар көргөндө аксакалдар менен сүйлөшүп биз ишенимдүү немеси Бөрүбаевга биз кайрылдык. Келиң бир компромисске барайлы. Элдин жерин талашпан карап калыпсыз. Ошо гаражыңыз жерин алың. Анан эмне кылып бир 4-5 кылып бир чебизби, кандай кылабыз келишели десек болуптур деди. Кийин кайра унабай койду. Mazkur ish yuzasidan bugun jurnalistlar orasida matbuot yig'ini uyushtirilib, Qachchi Bo'ribayeva o'zi o'shtamasligi sababli ishonchli vakilini yuborgan. Uning so'zlariga ko'ra, Bo'ribayeva ulush yerlarini noqonuniy egallab sotayotgani yo'q. U o'ziga oid bo'lgan 6 gektar yerni ishlatmoqda xolos. Qanday yer? Satat qalasa padarga qilat padan. Satib oldi. Satqanni satib. Barib ko'rsatdingiz go'zayli bor. Maga ko'rsatdim. Qazayan kelsin. Interesi magam ne? Qishloq hukumati esa nizo boshlangandan keyin bu ma'lumotdan xabardor bo'lganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra 38 gektar qayroqi yer haqiqatan ham avvalgi yashovchilarga ulush yer qatori berilgan. Shunda ham masalaga oydinlik kiritish uchun O'sh oblast sudiga murojaat yo'llashgan. Qiziq işte aylı hükümete qayrilgan jo'q. Bağı yer niyesi. Bu turandan keyin Bo'ribayeva bilan o'zingiz baylanishib ko'rdingizmi? Ova chaqirdim, сүйлөштүк. Анан кийин олар дагы меники дейт мыйзамдуу дейт. Эл ондай деп атат. Ошон үчүн мен сотко бердим мунучу. Мыйзамдуу карасын сотто дейт. Кайсы сот кордуңуз? Областной эмеге бердик да. Райондук бердик, областка бердик полный. Менин юрисим байлап койгом аркасынан. Карап атат. Мыйзамдуулугун качан мен соттон кийин айта алам. Yer xususiylashtirilib 17 yilga yaqin vaqt o'tgandan keyin 600 ga yaqin oila tuman va oblast sudiga murojaat qilishdi. Murojaatdan keyin 17 yil avvalgi voqealar tekshirilishi mumkin degan qaror chiqarib berishdi. Endi Oliy suddan ham xuddi shunday qaror qabul qilinganda yer qaysi tomonga tegishli ekanini aniqlay boshlashadi. Hilola Ashurova, Nurjamal Barg'ibayeva, Azam Buzrikov, Intimaq. Batkenning qadam joyida go'sht yo'nalishidagi qo'ylar ko'paytirila boshladi. Hozirgi vaqtda Gisar parodasiga fermerlarning qiziqishi ortmoqda. Sababi zotdor qo'ylar tez semiradi, narxi ham 3 marta qimmat. Ayni damda Gisar parodasidagi qo'ylar rayon bo'yicha 800 dona. Endi ularni tabiiy yo'l bilan ko'paytirish rejalashtirilgan. Hozircha Gissar turidagi qo'ylarni Qadamjoy rayoni bo'yicha ikkitagina fermer boqadi. Ulardan biri Zakir Umanov. U 22 yil avval Tojikistonning Gissar tumanidan 15 qo'chqor olib kelgan. Qo'zlatish asosida zotdor qo'ylarni o'z vaqtida 1000 tagacha yetkazgan. Keyinchalik sifatiga e'tibor qaratib, teng yarmini qisqartirgan. Hozirda og'ilxonasida 400 qo'y hamda 250 qo'zisi bor. Kupka qilamiz. Men asl tuxumman. Shu O'zgandan keladi. O'sh oblasidan kelishadi. Plempa kupkaga 10 tani qamab qo'yaman, kelib tanlab olishadi. Ikkinchi fermer Ismoil Sulaymonovda ham Gissar turidagi qo'ylarning 400 tasi bor. Go'sht uchun bo'lgani bois daromadi yaxshi. Avvalgilarning vazni 80 kilogramgacha yetib, 3 barobar qimmat sotiladi. Gissar qo'ylarining har biriga kuniga 300 gramdan yem, 1,5 kilogramdan beda beriladi. O'shanda 400 qo'yga yiliga 12 tonnaga yaqin yem, 10 mingga yaqin beda boylami sarflanadi. Elde tovardi fermerlik chorvalarga shu asl tuxum nima qo'shqor to'xtalarni nima taratuvda shu shondan beri shu jilig'i 100 tegragida shu nima qo'y sotib jatamiz-da shu elga shu. Hozir yuqoridagi ikki fermerning erishgan yutuqlarini ko'rib, Gissar turidagi qo'ylarni boqsakmi deganlar ko'paya boshladi. Chunki qo'ylarning mazkur turi xaridorgir bo'lib, narxi ham qimmat bo'ladi. Qo'zlari 5000 so'mdan baholansa, kattalari 30000 so'mgacha yetadi. Shu boisdan zotdor qo'ylarni ko'paytirishga tavsiya etish tomonini mahalliy hukumat tomonidan qaralmoqda. Biz barliq joydan yordam berүүгө dayormiz. Birinchi кезекте ошол ветеринардык кызмат көрсөтүүдө, ошол айыл өкмөтүнүн ветеринардык кызматкерлери аларга жакындан жардам көрсөтүүгө, ошол учурда бир эле ошол чарбанын гана малдарын эмес, элдин колундагы койлорду дагы жасалмалыктандырууга
punktlarni ochib berishga tayyormiz. Uchqo'rg'on qishloq hududida 2 xo'jalikda 800 dan ortiq gissar qo'ylari boqilmoqda. Har bir xo'jalikda yiliga 100 dan ortiq qo'ylar bozorga sotuvga chiqadi. Ulardan qiziqqan fermerlar olib, mustaqil ko'paytirishmoqda. Mazkur turdagi qo'ylar Tojikistonning Gissar tumanidan olib kelingani uchun mana shunday nomlanib qolgan. Dasturimizda xalqaro xabarlar bilan davom ettiramiz. Chexiyada kimyoviy moddalar chiqargan zavodda portlash bo'lib, 6 kishi halok bo'ldi. Mutaxassislarning aytishicha, fojia elektr simlari sababli yuzaga kelgan. Hozirda atrof muhitga hech qanday kimyoviy moddalar tarqalish xavfi yo'q. Chexiyadagi Unipetrol kimyoviy zavodda portlash sodir bo'ldi. Hodisadan 6 kishi halok bo'lib, 2 nafari jarohat oldi. Portlash vaqtida ishchilar ta'mirlash ishlariga tayyorlanayotgan bo'lgan. Zavod rahbariyati ham hozirda xavf yo'q ekanini ta'kidladi. Portlash zavoddagi jihozlarni yangilayotgan vaqtda bo'lgan. Mazkur hodisa oqibatida atrof muhitga hech qanday kimyoviy modda tarqamagani aniqlandi. Hozirda xavf ortda qoldi. Tekshiruv ishlari portlash elektr toklarining kuchlanishi bois chiqqanligini aniqladi. Chexiyaning Unipetrol kimyoviy zavodi poytaxt Pragadan 30 chaqirim masofada joylashgan. Bu yerda neftni qayta ishlash va qishloq xo'jaligi uchun zaruriy kimyoviy moddalar ishlab chiqiladi. Afrika o'lkalari 2015-yil umumiy savdo tarmog'ini tuzish bo'yicha so'zlashuvlarni boshlagan. Unda erkin savdo hududini tashkil qilish qaralgan edi. Ro'yxatga 55 o'lka kirishi kerak bo'lgan, biroq 44 davlat qo'shilgan. В Руанде прошел саммит. Raundida Afrika ittifoqining sammiti bo'lib o'tdi. Unda ishtirok etgan Afrika davlatlarining prezidentlari 2015-yili boshlangan erkin savdo tarmog'i bo'yicha so'zlashuvlarni yakuniga chiqarishni muhokama qildi. Dastlab shartnomaga 55 davlat qo'shilishi kerak edi, ammo uchrashuv asnosida savdo blogiga 44 mamlakat kirishi aniqlandi. Endi ular yarim yilning ichida hech qanday soliqsiz savdo hududini tuzishi shart. Afrika umumiy erkin savdo tarmog'ini tuzishida nafaqat biz foyda ko'ramiz, biz bilan hamkorlik qilgan dunyoning har bir burchagidagi davlatlarga ham katta foyda tushadi. Erkin savdo aylanmasi hududi 1 milliarddan ortiq kishini ta'minlashi kerak. O'shanda dastmoya miqdori 3 trillion dollarni tashkil qiladi. Unda tovarlardan hech qanday soliq qaralmagan. Hozirda mazkur loyihani jahon iqtisod tarmog'idagi mutaxassislar kuzatmoqda. Endi esa dunyoda bo'layotgan so'nggi voqealar bilan qisqacha tanishib oling. Kiyevda davlat to'ntarilishini tayyorlashga qatnashgan degan gumon bilan xalq deputati Nadejda Savchenko qo'lga olindi. Payshanba kuni Ukraina parlamenti ko'pchilik ovoz bilan Savchenkoni jinoiy javobgarlikka tortish bo'yicha bosh prokuror iltimosini qo'lladi. Oliy Radadagi ovoz berishdan so'ng sobiq uchuvchi qarindoshlari va tarafdorlari huzuriga chiqdi. Ular bilan muloqotda bo'lgandan so'ng Oliy Radaga qaytib kirdi. Shundan so'ng qo'lga olindi. O'lkaning bosh prokurori Yuriy Lutsenkoning aytishicha, Nadejda Savchenko bu vaqtgacha qamoqqa olingan ofitserlar korpusi nomli tashkilotning yetakchisi Vladimir Ruban bilan birga harakat qilgan. Ularga hukumatni kuch bilan bosib olishini ko'zlashgan, terakt uyushtirishga tayyorlanishgan. Ukrainaning hukumat vakillariga, uning ichida prezidentga suiqasd qilishni ko'zlashgan. Donetsk Xalq Respublikasi terror hujumining faoliyatiga yordamlashgan. Noqonuniy qurol saqlab ikkinchi tomonga o'tkazib berishgan degan ayblar qo'yildi. 22 martda O'zbekistonning bosh nazorat organi Toshkent shahar prokurorining o'rinbosari, Yustitsiya ministrligining 68 yoshdagi maslahatchisi Mirag'lam Mirzayev va uning oila a'zolariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'alganligi haqida xabar tarqatdi. Muassasaning ma'lumotiga ko'ra, o'lkaning sobiq bosh prokurori Rashid Qodirovga qarshi qo'zg'algan jinoiy ish asosida Mirzayevga, uning ayoli va o'g'liga nisbatan yirik miqdorda pora olish fakti bo'yicha tergov ishlari bormoqda. Mirag'lam Mirzayev avvalgi hukumat vaqtida O'zbekistonning prokuratura organidagi eng ta'sirli figuralarning biri bo'lgan. U o'tgan yilning fevralida prezident Shavkat Mirziyoyev Ichki ishlar ministrligi va prokuratura xodimlarini tanqid qilgandan keyin ishdan chetlatilgan. Tojikiston bilan O'zbekiston o'rtasidagi avtobus qatnovi kelasi oyda qayta tiklanadi. Bu haqda Asian Express terminal transport kompaniyasining rahbari Sulton Kamolov bildirdi. Uning aytishicha, avtobuslar Dushanbedan Denov va Termizga, Panjikentdan Samarqandga, Xo'janddan Toshkent va Farg'onaga qatnaydi.
Biroq tojik va o'zbek transport mutaxassislari tariflar bo'yicha kelishishmagan. Biz yo'lkira narxlari bo'yicha kelishib olishimiz kerak, chunki bu yo'nalishlarda o'zbek kompaniyasi ham yo'lovchilarga xizmat ko'rsatadi. Yaqin oralarda bizning kompaniya delegatsiyasi Toshkentga tashrif buyuradi. Biz o'zbek hamkasblarimiz bilan shaharlararo avtobuslarning yo'lkira narxi yuzasidan yakuniy kelishuvga erishishimizga umid qilaman, dedi Sulton Kamolov. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumoti kutmoqda. Dam olish kunlaringiz mazmunli o'tsin. Xayr, omon bo'ling.